Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı sözleyimiz. Leksiyada sadaka ediyoruz, Washington'da sözleyimiz. Bugünkü ıslak işkimen 24. yıl 12. ayının 8. günü. Hepteki yekşembe vatandaş. Bugün Qarasaq havanın payızı yaxşı. 7 günde qattiq soğuk oldu çıkalmadık dalağa. Güllerimi kurup gitti, görünüşüyle güllerim vardı. Bu güller mi kurup gitti? Gerek yok, soğuk yandı, dalağa çıktık. Oturup endi erken, sizler bilen erken sözleşimizde çıktık vatandaş. Bugünkü vaziyetimizde söz alsak mesela Fransiyadaki mukaddes çerko 2019 yılı tuyuqsuz ot ketib zahmelengen idi. Şunundan keyinki 5 yıl mabeyinde Fransiya halkı ve bütün dünya halkı İyanı toplap digedek, Fransiya södegerleri pul xeyləp digedek 5 yıldan keyin bu çerkovni qayta yasap çıkıp yani halkı alem aldıda namayan qildi. Şu münasebet bilen Fransiyada çerkovni qayta echilishi münasebeti bilen ötküzülgen murasimga qatnaşan Amerika Qo'shma Shtatlarida yangi saylangan prezident Donald Trump hem şundaqla növbetki prezident Joe Biden'ning ayoli Jill Hanım firistlaydi. Jill Hanım ve şundaqla Angliya şahzadesi William qatarlıqlar cem bulup. Mesela bulup mu yana Amerika'da Elon Musk bille. Ondan bu qatada Ukrayna prezidenti Zelenski hem bille. Bulup Fransiyada, Paris'da mukaddes çerkovning qayta yasalishi ve dünya xalqaro namoyon qilinishi munosabatiga o'tkazilgan ziyofatda Fransiyaning prezidenti Macron riyosatchilik qildi ve bu mehmonlarni qizg'in kutib oldi. Yangi saylangan prezident Trump bilan ko'rishdi. Yangi saylangan prezident William Padişahning shahzodasi bilan shahzoda William bilan ko'rishdi. Şundaqla Macron ve prezident yangi saylangan prezident Trump efendi söhbet ötkazganda naq maydonda Ukrayna prezidenti Zelenski ham qatnashdi. Prezident Trumpning yoki yangi saylangan prezident Trumpning birinchi so'zi Macronga qaratib shundaq dediki, qisman holda g'oljirlashgan bu dunyoni ve bu dünya to'g'risida sen bilen muhakeme edip barımızdı. Siz bilen, sen bilen. Yani yakınçılığı varken iki prezidentinin Fransiya prezidenti Macron bilen kol elişip görüşkende bir hikayesi varken şunun münasebeti kaldı şundak dedi. Ondan Avrupa devlet başlıkları hem yeni saylangan prezident Trump'ның Fransiya'ya gidip gelişini karşı aldı şundakla. Ukrayna meselesi boyunca prezident Trump'a yana söz eytip digidek. Yoki ta'sir ko'rsatish bilan digidek. Ukrayna meselesini eg'izg'ilib bu qatim g'oljirlashgan dunyoni muhokama qilishdan burun yoki keyin Ukrayna meselesida ayrim to'xtalish to'g'risida söz elishdi vatandosh. Shundoq shu kunlarda ondan bugungi hisobda nima desangiz Amerika Qo'shma Shtatlari, Amerika ovozi radiosi Xitay til programması bugünkü haberlerde nime dedi deseniz yani o'xshashi mushundaq bir paytda 980 milyon dollarlik harbiy qurol, harbiy ishlar yordam, harbiy qurol yaraq emas, harbiy ishlar yordam Ukraynaga berganligini e'lon qildi vatandoshim. Bu o'tirdagi suhbatga kelish Vladimir Putin, Ukrayna Sergey Lavrov Tashqi ishlar ministri o'tirisida bo'layotgan bu gap so'zda. Shunun qarta hazırlanmışken bugungi kunda prezident yangi saylangan prezident Trump Fransiyada Parijda Fransiya prezidenti Macron bilan ko'rishganda avvalgiqidek g'oljirlashgan dunyo to'g'risida, noniki Ukrayna to'g'risida so'zlashmoqchi bo'lgan mushu paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining navbat hukumati Joe Biden Prezident Joe Biden hükümetinin yana Ukrayna 988 milyon
dollar qimmatida harbiy yordam degani ishtaha murakkablikdan oddiylashgani yo'q. Ya'ni haliqi biz sizlarga so'zlagan Rossiya besib olgan ziminlarni kesib berish degan gaplar chiqdi-ku o'tirga. Shuning qarta undaq oddiylashgan gap yo'q. Holat yani shundaq murakkab holatda turibdi deb faraz qilsangiz bo'ladi vatandosh. Undan keyingi vaziyat yani nima? Buningga shu Parijga yetib kelishiga qo'yilgan mavzu nima desangiz, mundaq. Huquq va hayviylik qiyofatlar qatnashgan tantanalik ziyofat. Fransiya Parijda. Bu ziyofatga Macron, prezident Macron riyosatchilik qildi vatandoshi. Endilikda yana sizga so'zlaydigan bir xabar. O xabar nima desangiz? Amerika Qo'shma Shtatlarining kishilik huquqqa ko'ngil bo'lishi va davomli Uyg'ur masalasini ta'kidlab turishi munosabati bilan Germaniyaning Urumchida qurilgan, Uyg'uristonning poytaxti Urumchida qurilgan Volkswagen mashina zavodi qaytib kelgandan keyinla Keynidan Yaponiyaning paxta mahsulotlarini ishlab chiqarish shirkati Uniqlo Şinjan paxtasini ishlatmaymiz deb o'tirg'i chiqdi vatandosh. Onun keyinda yana o'xshashda bir hafta ichida yoki 2 kun ichida degandek Angliya gazetlaridan gazetlar xabar maqolalar e'lon qilib, Italiyadan Angliyaga kelayotgan pomidor qiyomi bu pomidor qiyomining Uyg'uristonda ishlanganligi, bu pomidor qiyomining qong'ichilangan qiyom ekanligi to'g'risida xabarlar o'tirib chiqdi. Hatto Angliya parlamenti mushu masala bo'yicha masalan majburiy emgakka chetishlik bo'lgan, chetilib kelgan pomidor qiyomining qandoqlash Angliya bozoriga kirib qolganligi va buni cheklash to'g'risida muhokama qiladiganligini bildirishdi vatandoshim. Şununla münasebetli holda Amerika ovozi Xitoy til programmasi bir savol qo'yibdi. Bu savolga siz ham diqqat qilasiz, biz ham diqqat qilamiz. Masalan, nima deydi desiniz? Volkswagen Şinjandan chekinib chiqishdan boshlab Uniqlo Şinjan paxtasini ishlatishdan voz kechkicha Uyg'urlarning kishilik huquq masalasida nemishqa mundaq orqa-orqadan ilgirlash yuz berdi. Gapni Pascallasa mana shu yerda mavzuga qo'yilishi va bu mavzuda aks etayotgan fikr yoki javob talab qilayotgan fikr intayin chunqur, intayin eg'ir vatandosh. Buni oddiy jumla, oddiy so'zlar bilan belgilab bo'lmaydi. Bu dunyo qarab turibsiz, ko'rib turibsiz. Bu dunyoda davlatlar o'rtasida o'zaro munosabatlarning o'zgarishdan qandoq bo'lib turayotganligini, bu munosabatlarga yangi mavzularning qandoq qo'shilayotganligini ko'rib turibsiz vatandoshim. Bu dunyo, shu dunyoda bir mazlum millat, bir mahkum millat Uyg'urning masalasi shu darajada o'tirg'i chiqyotdi desa, bu siz biz emas, xali odamlar chaqchaq qiladigan ish emas vatandosh. Muşundaq vaziyatda Amerika ovozining Xitoy til programmasida muşundaq savolning qo'yilishi bu jungo uchun ham bishorat, ham dunyo uchun ham bir ilhom, ham shundaq radio tashviqot organlari uchun aytgan vaqtida bir signal. Vatandoshim, dunyo uchun yeni ilhom desangiz, hozir dunyo ko'ngil bo'layotdi Uyg'ur masalasiga. Cümleden avval Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi ve her darajalik va her navbatlik hukumatlar, kechiringlar, her navbatlik hukumatlar. Ondan Angliya top bosib, biz kelayotgan Buyuk Britaniya vatandoshim. Anda g'arb yana boshqa davlatlar, masalan Germaniya, yani bo'libmi Yevropa ittifoqi, qo'shimcha Yaponiya, Avstraliya, Kanada qatorliq davlatlarning hammasi ko'ngil bo'lib kelyapti vatandoshlar. Biz mushtariy yil oxiri, ya'ni bir oydan keyin prezident Joe Biden vazifadan ayriladi. Mushu oraliqda masalan yaqinda yuz bergan 11-oyning 27-kuni yuz bergan
jinoyatchilarni tegishish. Chunki Kompartiyasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlar o'rtasida jinoyatchilarni tegishish degan bir masala bo'yicha vatandosh bu ishlar mo'jiza xarakterlik ishlar. Masalan, Prezident Joe Biden hukumati davriga taalluq deb qarasak, 2021-yil 3-oyning 18-kundagi Alyaska suhbati bir mo'jiza. Dunyoviy mo'jiza. Prezident Joe Biden hukumatining yuqori darajalik amaldori Antony Blinken va shundaqla Oqsaroy davlat ishlar bexatarligi Jack Sullivan Alyaskada Jungo Kompartiyasining 2 nafar yuqori darajalik diplomati, Tashqi ishlar ministri Wang Yi va shundaqla Yang Jiechi diplomatlar bilan o'ltirib suhbatlashgan suhbatda va suhbat maydonida va suhbatdan chiqib, masalan, davlat ishlar katibi Antony Blinken muxbirlarga suhbat bayon qilganda Uyg'uriston Jungoning, ya'ni Xinjiang Jungoning ichki ishi emas. Herkes, yani bu yerda kuchaytma bir jumla bor. Uyg'uriston herkes Jungoning ichki ishi emas. 3-oy o'tib ketdi, ya'ni shu yil 5-oyning 23-kuni, yo'q, 5-oyning 3-kuni Kolumbiya Universitetining Kolumbiya radio televiziya shirkatiga kechiringlar. Muxbirga savol javob bergan yana bir qatam takrorladi vatandosh. Uyg'uriston herkes Jungoning ichki ishi emas. Bu bir mo'jiza. Vatandoshlar, bu qaltis mo'jiza. Bundan keyin 2022-yili Prezident Joe Biden 5-oyning 23-kuni Osiyo ziyoratida Yaponiya Tokyoga tushdi vatandosh. Shu kuni 5-oyning 23-kuni Olat Barchilat Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komissarligining oliy komissari Barchilat Urumchiga tushdi vatandosh. Mushlarning hammasi Prezident Joe Biden davrida mush tariqada yetib keldi. Eng oxirida andin 2021-yili 12-oyning 23-kuni Uyg'urlarning majburiy emgakka solishda saqlanish qonuni e'lon qilindi. Bu 2022-yil 6-oyning 21-kuni va 20-kunidan boshlab bu qonun Amerikada yo'lga qo'yildi. Mo'jiza. Hammasi mo'jiza xarakterlik harakatlar va mo'jiza xarakterlik siyosatlar vatandosh. Endilikda yil oxirlashay dedi. Prezident Joe Bidenning Amerikadagi prezidentlik vazifasi, Amerikaning prezidentlik vazifasi oxirlashay dedi. Yil oxiriga yetib kelganda bu nuqtaga vaqtga diqqat qilamiz vatandosh. 11-oyning 27-kuni mahbuslarni almashtirish shaklida Jungo Kompartiyasi bilan bir almashtirish elib berib 3 nafar Amerikalik, asli Amerikalik, ya'ni 3 nafar Uyg'ur, bu bir mo'jiza vatandosh. 3 nafar Uyg'urni Jungoning turmasidan yoki Jungo jamiyatidan ozod qilib elib chiqdi. Buningda masalan shu vaqtga New York vaqt gazeti nima deydi desangiz, New York vaqt gazetining oshkorlashiga asoslanganda Amerika Jungo 11-oyning oxirida bir qatimliq jinoyatchilarni almashtirish elib bordi. 3 nafar Amerikalikning Jungodan qutulib chiqqanidan boshqa, ya'ni 3 nafar Uyg'ur. Buning ichida 1 nafar Uyg'ur Amerika grajdoni edi. Biz bugun bu 3 nafar Uyg'urni hammasini Uyg'ur Amerikan davrimiz vatandoshlar. Nima ish qilsangiz Amerika elib chiqdi, Amerika keldi. Demak, Amerika vatandoshlig'i desangiz bo'laveradi vatandoshlar. Ya'ni 3 nafar Uyg'ur, buning ichida 1 nafar Uyg'ur Amerika grajdoni edi. Ular ham Jungodan ayrilishga ruxsat qilindi. Buning ichida 1 nafar Uyg'ur Amerika grajdoni advokat, Amerika Erkinlik komitetining sobiq raisi Nuri Turkelning 73 yoshlik onasi Aysha Mahmud edi. New York vaqt gazetining xabari. 3 nafar Uyg'ur, 3 nafar Amerikalik, asli Amerikalik, 3 nafar Uyg'ur. Men boshda aytgandek, Amerikan, Uyg'ur Amerika
Xitayning turmusdan elib chiqildi. Jinoyatchilarni tegishli shaklda elib chiqildi. Men bosh so'zlab keldim. Prezident Joe Biden mushu mo'jizani yaratdi siyosatida. Dedim, onundan ki mushu ishning yil oxirida yuz berganligini. Başta aytgandek Amerika ovozi radiosi savol qo'ygandek. Mushundaq kayni-kayindan qata kelayotgan alomatlarda Uyg'urlarning kishilik huquq masalasida ilgirlash bo'layotdi. Buning sababi nima deb savol qo'ygandek, mushularning hammasini birlashtirib qarasangiz vatandoshlar, yil oxiriga kelganda bu ishlarning yuz berishi oldimizdagi 2005-yilda Uyg'urga munosabatlik jahonda, ya'ni Amerikaning tashqi siyosatida yangi prezident saylangan Donald Trumpning tashqi siyosatida qanday salmoq egallaydi? Yoki optimistik ruh bilan yoki intilishchan bir ruh bilan va yoki bir umid bilan yiroqqa qarasangiz 2005-yilda va 2025-yilda kechiringlar. 2025-yilda Uyg'urlar uchun bir omadlik, Uyg'urlarni xushal qiladigan bir kun yetib kelami degan nuqtada fikr qilishga ruxsat qiling vatandoshim. Hozirgi vaziyat ana shunday kelyapti. Andan keyin yana bir vaziyat nima desangiz, Suriyaning ishi hozir Afrikada va O'rta Sharqda Suriya O'rta Sharqda nurg'un zamonlardan bir kishilar Falastin deb takrorlab keldi. Endi bu yerda halqiliq bir masala Isroillar masalasi vatandosh. O'rta Sharqda davlat qurib, qad ko'tarib turish kerak. Bir millat sifatida O'rta Sharqda mavjud bo'lib turish kerak. Buning atrofidagi davlatlarni qo'shganda, elib tahlil qilganda bugungi Suriyaning taqdiri yoki oqibati 2011-yilda Arab bahori boshlangan yillarda Suriyada ko'tarilgan namoyish oxiri yana 10 yillardan keyin, taxminan 10 yillardan keyin hisobda 10 necha yildan keyin o'tirg'i chiqib, bugun Suriyaning podshosi yoki prezidenti Bashar Asad hokimiyati gumron bo'ldi vatandosh. Bugungi to'r bettirdi masalan Reuters'ning bergan xabarida nima dedi desangiz, bu o'ltirib qochib chiqayotgan, uchib ketayotgan aeroplan urib tushirildi deydi. Tafsilot yo'q, nada, qanday urilib tushirildi vatandosh. Mavzu shunday qo'yilibdi. Hemen anlayamadım davamlı konu. Enindeki ikincisi Suşavxo'ning mavzusida. Bugün nima deydi desiniz? Prezident Reis Xi Jinpingning maxsus aeroplani Kongjun Yixao havo armiya birinchi nomerlik aeroplani g'oyib bo'ldi demdi, urib tushirildi demdi. Bir nima deydi? Tuyuqsiz shunday bir xabar keldi vatandosh. Endi bu Bashar Asadning aeroplani o'ltirgan voqea to'g'risida kishilar urib tushiribdi bu aeroplanni degan xabar kelishiga CNNning bergan javobida bu suiqasdmi yoki urib tushirishmi degandek bir jumla aralashma oldi, shunday yetib ketdi vatandosh. Andin hozir musha chiqishdan burun kelayotgan xabarlarda masalan nima deydi desangiz, Sham ozodlik tashkiloti askarlari, ya'ni qurolliqlari Sham shahriga kirib keldi. Biroq bir pay o'q atmay Sham shahri ozod bo'ldi deydi vatandoshlar qaltisga. O'rta Sharqda bir pay o'q atmay Suriyaning Sham shahri, ya'ni shu Suriyaning poytaxti Damashq yaqin turgan Sham shahri ozod qilib bo'lgan bo'lsa vatandosh, biz Xudodan shuni iltijo qilamizki, kelgusida Uyg'urlar masalasimi bir pay o'q atmay, Tibetlar masalasimi bir pay o'q atmay hal bo'lishini umid qilamiz. Siz ham umid qilasiz vatandosh. Hozirgi dunyoning vaziyatida ajoyib bir ish. Suriyada Rossiya 2 qatim kirib boqdi, yana 2 qatim chekinib chiqib ketdi. Rossiya askarlari va boshqa qo'shinlar hamma yo'tkab chiqib ketdi vatandosh. Hozir O'rta Sharqning Suriya degan shu davlatda Rossiya hisobda chiqib ketdi. Masalan, Iran bu yerga kirishga jur'at qila olmadi, umi chiqib ketdi. Chiqilib, hozir Suriya hukumatga qarshi qurolli kuchlarning qo'liga o'tdi. Ular qanday hukumat va qanday davlat qurdi bu oldimizdagi ish. Bu O'rta Sharq yuz bergan ajoyib ish.
Suriye'nin prezidenti Başar Asad, o asli Rusiyelik prezident Vladimir Putin'in peçkisi. Onun keyin Cungo'nun reis Xi Jinping'in peçkisi idi vatandaş. Demek bu noktada Rusiye'nin Orta Şarkı siyaseti Suriye meselesinde mağlup oldu. Cungo'nun Orta Şarkı siyaseti Suriye ve Hamas meselesinde mağlup oldu. Bu endi Cungo'ya qanday ta'sir ko'rsatdi, Orta Şarkı qanday ta'sir ko'rsatdi ve ochiqini aytsak, hozir Cungo'dagi o'tirg'i chiqib turayotgan Tayvan meselesi, Tibet meselesi, Uyg'uriston meselesi qatorliq masalalarga bu ishlar qanday ta'sir ko'rsatdi? Oldimizdagi ishlar vatandosh. İşinimiz yanı saylangan prezidentimiz Donald Trump'a işinimiz xuddi şundan o'xshashildi gidek. Mesela Uyg'uriston ve Tibet meselesini tinch yo'l bilan hal qilishdan qadamlar, yani dünya vaziyeti ve dünya vaziyetinin besimi ostida yetib keldi ve yetib keldi. Jungo hükümeti bunun zada qanday taraddud qilish kerak gap barmış edi vatandoshim. Hazır Cungo'nun hakimiyeti bir günü Cungnanxay'da kurash deymiz, bir günü hukuk talışış deymiz, bir günü can yuşa deymiz, bir günü Miyahua deymiz, bir günü Dongjun deymiz. Nime deyişimizden qat'i nazar gapning hammasi merkezde kaldı. Cungnanxay'ning rahbarlik apparatiga, rahbarlik qatlamaga qadilib kelyapti bu vaziyat vatandosh. Endi meyli Tibet meselesinden, meyli Uyg'uriston meselesinden bu meselede bir nokta var. O nokta nima desiniz? Kompartiya alak bolmay turib, Tibet meselesi mi, Uyg'uriston meselesi mi, unda aldırab, el boluduğu iş yok vatandaş. Avval Kompartiyanın meselesini bir taraf qilish kerak. Kompartiyanın meselesi bir taraf bo'lgandan keyin Tibet meselesi, Uyg'ur meselesi o'zi aldığı yetib keldi vatandaş. Mesela Jungo to'g'risida e'lon qilingan bir parcha maqolada nima deyildi? Perde düşürüldü. Jungo'nun baş götürüşü bütün oyun süptüde ahırlaştı. Mavzulu haber 12. ayının 7. gün erkinlik vakt gizli, Tayvan'da gizli ilan kılındı. Haber bunda başlandı. Amerika Tahfuz Üniversitesi'nin siyaset belli muavin profesörü Michael Beckley yakında notuk sözlep munda ko'rsatdi. Jungo'nun lirikilik baş götürüşü ahırlaştı. Her qaysi devletler tık uçuna növbeti Beijing'e qaratdı. Tanqidning tık uçunu yoki qo'pol siyosatlarning tık uçuna Beijing'e qaratdı. Dünyanın Jungo to'g'risidagi hissiyoti uzul kesel haraplaştı. Jungo'ga qarshi kayfiyat 4 iyul vaqasidan keyingi eng yuqori nuqtaga, yani dünyada, xalqarada Jungo'ga qarshi kayfiyat eng yuqori, eng yüksek nokta ko'tarildi. Her xil alomatlar shuni ko'rsatdiki, Jungo hamda eng og'ir iqtisod va geopolitikalik siyaset qiyinchiligiga duchor bo'ldi. Şadınızmı? İktisat, yani devletler hem adamlar siz bizge iktisat, turmuş. Bunu meyde koyup durun. Yani Jungo hazır, yani nemege duş geliydiken geopolitikalik siyasetke, xalqaro siyasetke, geopolitikalik meselege, Tayvan meselesiga, Uyg'uriston meselesiga, Tibet meselesiga duş geliydi. Şadınızmı vatandaş? Hazır şiyage keldi, Junanxay, Beijing, Jungo Kompartiyasi muşu yusundu, muşu kündü qanchalik bardoshlik berdi bu bir. İkincisi, 4. umumi yig'in echilmaydi deb hozirgacha yetib keldi. 12. ay yarimlashdi. 4. umumi yig'in qachon echiladi? Yani siz shunda savol qo'yamiz. Bu yig'inda Reis Xi Jinping meselesini qanday bir taraf qiladi? Angliyalik bir ruhiy matbuot xodimi deyildiken, asli 5'de sözleydim, onu tutum ismi geldi depre. Bugün Jungo'ga nazar torbitede hükümalık, yani aldın kürerlik bilen 2025 yılı Jungo'nun vücududa 101 degan siyasi vaziyetinin özgürüşü doğrusu toxtulup, Reis Xi Jinping
25-yili chekinidi debdi. Balki Xitoy muxbirlar shunday siyliqroq olgan bo'lsa kerak bu gapni. Vazifadan chekinidi debdi. Chekinish bilan Jungoda ichki urush boshlanadi debdi. Lekin uni tasvirlab nima debdi desangiz, bu madaniyat inqilobidagi qon to'kilish bilan, qo'lga olish bilan, tayoq bilan urib o'ldirish bilan undaq bo'lmaydi. Qisman doirada yuz berish mumkin, lekin cho'ng emas debdi. Ichki urush yuz berdi. Jungo kompartiyasi halok bo'ldi. Keynidillah men o'ylayman debdi. Yevropa ittifoqi shaklida demokratik rayonlar. Buni davlat deb ma'ammabdi. Xabar yozayotgan odam cheklayapti hozir bundaqa. Xitoy yozayotgan xabar olgandiki cheklayapti. Rayonlar demokratik, erkin, ozod rayonlar kayni-kayndan Jungo hukmronligidan qutulib o'tirg'i chiqadi debdi. O kişinin ise Greg Parker deb ataladi ekan. O'limani hukm ekanda oldin ko'rarlik bilan so'zlaydigan. Bugun vaziyat shundoq debdi, kelib keldi, mana yetib keldi mana 2025-yil. Amerikada saylam oxirlashdi. Bu saylamda Donald Trump yana bir qatam prezident bo'lib saylandi. Prezident, navbatdagi prezident Joe Bidenning 4 yillik xizmati natijasi tashqi siyosati anda selektirish shaklida hozir Jungo tutgan muomalada Donald Trump prezident Joe Biden'dan qilishmaydi. Prezident Joe Biden prezident Donald Trump'dan qilishmaydi. Jungoga kelayotgan tashqi siyosat mana mushundaq zarbida, mushundaq kuch bilan, butun kuch bilan kelyapti deb aytishdi to'rbetre vatandoshi.